Bu Maryam opa. U hayotni yaxshi ko'radi. Oilasini, nabiralarini. U hech qachon o'zining salomatligi haqida jiddiy o'ylab ko'rmagan. Profilaktik ko'riklar, skrining u uchun shunchaki qog'ozbozlik edi. Vaqt o'tdi. Tinchlik ortida esa sezilmaydigan xavf o'sayotgan edi. Yashirin teguvchi kasallik. U haqda Maryam opa bilmasdi. Chunki u o'z vaqtida skriningdan o'tmagan. Endi hammasi boshqacha. Tashxis sut bezi saratoni. Kasallik ancha rivojlanib ketgan. O'lim qo'rquvi, vahima. Davolanish ehtimoli juda past. Agar u o'z vaqtida skrining tekshiruvlaridan o'tganda edi, kasallikni erta bosqichda aniqlash mumkin bo'lardi. Asoratsiz, osongina davolash mumkin edi.